Fakat yana iltimoslar. Çünkü ko'z ochib yumguncha vaqt o'tib ketadi. Mana qancha vaqt o'tib ketganini ko'ryapsizlar. Mana hurmatli. Puli bo'lsa bo'ldi. Pul bo'lsa, pul bilan. Voy, nimani bunaqa qarayapsizlar, nima? Mana bilasanlarmi, bunday qilib. Ay, ikkita qizim kelib, hattoki o'tirsa. Otang, o'zim uchastkani kim olib bergan? Otang olib berdi. O'tganda, buna o'tganda, bir-biringizga munosabatingizda aniq. Ikkita bola ana shu onasiga yoqib qo'ygan, ularga bo'layotgan voqealarga munosabat o'zaro turib, onasidan chiqib ketadi. Chunki sizlar tuzalishingiz kerak, lekin sizlar tuzalmaysizlar. Sizlar jamiyat buzilib bo'ldi. Jamiyatda mana bu Saidni gapi, Saidni mana gapirayotgan monologi hammasi bugungi kunda hukumat olib borayotgan Zaradan o'zi qotib, pulda otani boradan yo'q. Bora qot. Balan yo'q otadi. Hamma balo otadi. Hamma balo otadi. Nima qo'ydim, nima oxiri ana kim? Oxir Xudo aytib turinglar. Mana shu shoxsiz hayvonlarni o'ldirgan. Buning uchun hammalarning qo'lida piyesa bor. Hammalarning qo'lida bunda olib qarasa 1,5 varroq. Mana hozir o'tirib, hamma kundan beri endi mana buni masalan qarab bir qutum non yedingmi? Bir qutum suv ichdingmi deb so'rayapman.